Men Hamid Olimjon va Zulfiya ijod maktabining 10-sinf o'quvchisi Sayfullaeva Madinaman. Yo'nalishim iqtisodiyot va kelajakdagi maqsadlarimni amalga oshirish uchun hozirdan harakat qilmoqdaman. Ingliz tilini o'rganish menga nafaqat bir tilni bilish imkoniyatini, balki xalqaro maydonda o'zimni sinab ko'rish imkonini ham berdi. IELTS dan olgan 7 ballim, ona tili va tarix fanlaridan olgan milliy sertifikatlarim ushbu yo'ldagi muvaffaqiyatlarimning kichik bir qismi. Men faqat o'zimni fanlarda sinab ko'rmoqchi emasman, bundan tashqari kino ko'rishga juda qiziqaman. Kelajakda kino va iqtisodiyot sohasini birlashtirib, bir qancha filmlar yaratish maqsadidaman. Bu maktab mening maqsadlarimni amalga oshirishda poydevor vazifasini bajarmoqda. Men O'rol va Dinora shu maktabning 10-sinf o'quvchisiman va xorijiy tillar va adabiyot yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchiman. Hozirda DTMdan 178 ballni qo'lga kiritganman. Men kelajakda turli tillarni o'rganib, o'zbek adabiyotining durdona asarlarini boshqa tillarga tarjima qilish orqali jahon adabiyotini boyitmoqchiman. Men Eshboyeva Marjona ushbu maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Ingliz tilidan IELTS, tarix va ona tili adabiyot fanlaridan milliy sertifikatga egaman. Hozirda yo'nalishim Political Science. O'qishdan tashqari sevimli mashg'ulotim badiiy kitob o'qish. Ushbu hobbim asosida kichik asar namunalari ham yaratib turaman. Oliy maqsadlarimdan biri adabiyot bo'yicha Nobel mukofotini olish.